Bugun Yashil zamin dasturida kelajak avtomobil poygalari haqida. 1 gallon yonilg'i bilan qancha masofani bosish mumkin? Bu transport turi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Oshpaz muxbirimiz dengiz masalliqlaridan taom tayyorlash bo'yicha mahalliy pazanda bilan bellashadi. Bu sayyoramizdagi eng sog'lom masalliq bo'lsa kerak. Elvis Presleyning taqlidchisi atrof muhit musaffoligi uchun kurashmoqda. Xonimlar va janoblar, chiqindidan mehmonxona qurishga harakat qilamiz. Shuningdek, eng salqin, eng zamonaviy va o'ta zararsiz tarzda sabzavotlarni muzlatuvchi korxona haqida. Biz muntazam qayta ishlayapmiz, qayta yo'naltiryapmiz va qayta foydalanyapmiz. Bir-biridan qiziqarli lavhalar. Cho'milmoqchimisizlar? Ochiq joyda cho'milasizlar deyaptimi? Menimcha shunaqa. Bularning barchasi Yashil zamin dasturida. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshlaymiz. Yashil zamin. Salom, men Daniel Seberg. Men esa Sujin Pak. Siz Yashil zaminni tomosha qilyapsiz. Odatdagidek bugungi ko'rsatuvimizda ham ekologik sof qurilmalar haqida va shu kabi tabiiy masalliqlardan ovqat tayyorlash, o'tkir pichoqlar va hokazolar haqida hikoya qilamiz. Ochig'i, qanday ovqat tayyorlanishni biz ham bilmaymiz hozircha. Har narsa bo'lishi mumkin. Hozir bir nima deya olmayman. Axir ovqat pishirish oson ish emas, lekin katta, juda katta biznes. Ko'p energiyani talab qiladi. Bugun bizning birinchi lavhamiz ekologik toza muzlatilgan arzon yeguliklar tayyorlovchi kompaniya haqida bo'ladi. Demak, tomosha qilamiz. Havoga chiquvchi barcha is gazlarining 80% ishlab chiqarish korxonalari tufayli vujudga keladi. Ko'pchilik kompaniyalar xuddi shunday biznes qiladi. Biroq Contessa Premium Foods korxonasi haqida bunday deb bo'lmaydi. Chunki bu kompaniya yuqori sifatli yeguliklarni muzlatilgan holda, eng muhimi atrof muhitga ziyon yetkazmagan holda tayyorlamoqda. Shu bois kompaniya xodimlari o'z ishlaridan mamnun. Sababi ular energiya tejamkorligiga erishmoqda. Atmosferaga chiquvchi is gazlari miqdorini esa 50% ga kamaytirmoqda. Endi ish jarayoni bilan tanishsak. Juda sozden. Xo'sh, menga nimani ko'rsatmoqchisiz? Sizni ajoyib joyga olib kiraman. Faqat u joy biroz sovuqroq. Men hozir ancha issiq joyda turibman, ammo eshik tirqisidan sovuq havo oqimi otilib chiqyapti. Ichkarida Fahrenheit o'lchovi bo'yicha 40 daraja sovuq. Bu yerda esa Fahrenheit bo'yicha 70 daraja. Sababi biz ishlov berish jarayonida ham ovqat sifati buzilmasligi uchun ularni doimo muzlatilgan holda saqlaymiz. Buning uchun nima qilasizlar? Biror marta suvi qochgan sabzavotni yeganmisiz? Ha. Unchalik mazali bo'lmaydi? Ha. Shu bois biz unday mahsulot ishlab chiqarmaymiz. Ushbu binoni shunday moslashtirganmizki, ba'zi joylarda sovuq havo, ba'zi nuqtalarda esa issiq havo saqlanadi. Biz buni qat'iy nazorat qilamiz. Juda ajoyib. Endi jarayonni kuzatsak. Ketdik. Dastlab birinchi liniyani ko'zdan kechiramiz. Demak, David, hammasi shu yerdan boshlanadi. Biz sarxil sabzavotlarni tasmaga qo'yamiz. Bular allaqachon muzlatilganmi? Ha, muzlatilgan. Biz faqat energiyani tejash uchun sovutgichni kecha-yu kunduz yoqib qo'ymaymiz, balki faqat ehtiyoj bo'lganda yoqamiz. Bunga qat'iy amal qilamiz. Nega bunday vaziyatda ishlanadi? Kamroq ochiq maydon yuzaga kelishi uchun. Demak, shu bois hamma narsada yuqori tejamkorlikka erishiladi, shundaymi? Ha, faqat ixcham maydonni sovutamiz. Asosiy maqsadimiz ham shu. Qoyilman. Axir bunday qurilmani kim ham yoqtirmaydi? Barcha ashyolar shu tariqa tepaga ko'tariladi. Bu juda tejamkor tarzdagi ishlab chiqarish ekanda, a? Barcha mahsulotlar aynan shu yerda qadoqlash uchun tarqatiladi. Shu bois biz imkon qadar energiyani tejashga erishamiz. Bu har tomondan foydali desam adashmagan bo'laman. Har bir tizim bir butunligicha emas, balki alohida tarzda kuzatilar ekan. Aytingchi, bu unchalik qiyin emasmi? Yo qiyinmi? Yo'q, qiyin emas. Juda soz. Men bu haqda o'qigandim, ammo ko'zim bilan ko'rmagandim. O'zgaruvchan tok uzatgichlar deng. Hozir sizga bu jarayonni ko'rsataman. Minnatdorman. Ushbu uzatgichlar butun tizimdagi haroratni kuzatib turadi. Shu bois juda muhim. Ajoyib.
Biz ko'rgan xonalarning barchasida kichik monitor o'rnatilgan va ularning har biri mazkur uzatgichlar orqali nazorat qilinadi. Zarurat bo'lganda quvvat oshiriladi, ehtiyoj kamayganda esa pasaytiriladi. Pirovardida energiya tejamkorligi va atmosferaga chiquvchi zahar gazlar miqdorini kamaytirishga erishiladi. Aynan shu texnologiya tufayli biz odatdagiga nisbatan energiyani 50% kam ishlatyapmiz. Agar bu texnologiya bo'lmaganda qancha Britan termal birligini sarflandingiz? 20 milliard. Zo'r. Demak, o'zgaruvchan chastotali energiya tufayli shuncha quvvatni tejashga erishilyapti. Qoyil qolish kerak. Hozirgacha ko'rgan jarayonlaringizdan hayratlanganingizni bilaman. Ammo eng hayratlanarlisi hali oldinda. Hammasi shu yerda tugaydimi? Aksincha shu yerdan boshlanadi. Chunki biz tayyor mahsulotimizni aynan shu joydan restoran va do'konlarga jo'natamiz. Keling sizga bu jarayonni ham ko'rsatay. Bu yana bitta xonaga o'xshar ekan. Ha, siz ko'rib turgan bu xona to'liq germetik. Sababi tashqarining havosi ichkariga kirmasligi uchun qo'shimcha chora ko'rganmiz. Ya'ni, hatto yuk mashinasi bu yerga kirgan taqdirda ham mahsulotga hech qanday issiq havoning ta'siri tegmaydi. Buning uchun maxsus moslamalarni o'rnatganmiz. Albatta, bunda ham ortiqcha energiya yo'qotmaslik tamoyilidan kelib chiqqanmiz. Agar bu tizim bo'lmaganda qancha energiyani boy berardingiz? Qariyb 3200 tonna sovutilgan havoni boy berardik. Har bir yukdan. David, biz hozirgacha ichki tizimni ko'rib chiqdik, ammo tashqarida ham ko'p ishni amalga oshiramiz. Sizga ularni ham ko'rsatmoqchiman. Nima deysiz? Tomoshaga tayyormisiz? Jonim bilan. Quyosh panellari to'g'rimi? Albatta. Umumiy kattaligi ikkita futbol stadionicha keladi. Barcha tomlar, shuningdek avtomobil turar joyi ham quyosh panellari yordamida yopilgan. Ishlab chiqarish liniyalari ham bundan mustasno emas. Eng hayratlanarlisi, biz energiya sarfini va havoga chiquvchi karbonat angidrid gazlarini qariyb teng yarmiga kamaytirganmiz. Qolaversa, biz muntazam qayta ishlayapmiz, qayta yo'naltiryapmiz va qayta foydalanyapmiz. Bu har tomonlama foyda. Qoyil maqom ish. Hozir bir nechta universitetlar va ishlab chiqaruvchilar bizning ishimizga qiziqish bildirmoqda. Tabiiyki, ular bilan axborot almashyapmiz. Energiyadan foydalanishni nazorat qilish kerak. Gap faqat ekologik soflik va tozalik haqida ketmayapti. Gap mahsulot ishlab chiqarishda ham emas, balki mahsulotni qanday ishlab chiqarishda. Asosiy muammo ham shunda. Hamkorligingiz uchun tashakkur. Sizlar bilan yana uchrashishni orziqib kutaman. Darhaqiqat, Contessa Premium Foods 1 yilda chiqindilarni va energiya sarfini kamaytirish bo'yicha katta natijalarga erishdi. Ya'ni kompaniyaning bu boradagi ko'rsatkichlari 50% ga yetdi. Shunday ekan, bu ish barchamizning qo'limizdan keladi. Biz ham studiyamizga kichik Contessa Foods sovutgichini olib keldik. Mana u. Buning uchun bizga eng zamonaviy texnika shart emas, balki oddiy sovutgichning eshigini zichlab yopsak yetarli. Buni $1 pul orqali tekshirishimiz mumkin. Agar pul sovutgichning eshigidan oson sirg'alib chiqsa, demak biz qimmatbaho energiyani boy berayotgan bo'lamiz. Sovutgichning eshigini zichlashimiz kerak. Uni devorga taqab qo'ymaslik kerak, sababi undan chiquvchi issiq havo sovishi uchun aylanish kerak. Bu juda muhim. Qolaversa, sovutgich pechlardan uzoqda bo'lishi kerak. Albatta, demak, energiyani tejashning eng birlamchi yo'li sovutgichning eshigini hech qachon ochiq qoldirmaslikdir. Daniel, ichkaridagi chiroqni yongan yoki o'chganligini bilishingiz juda qiyin. Xullas, shunaqa gaplar. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni esa internetdan qidirishingizni maslahat beramiz. Ko'rsatuvimiz davomida teleyulduz uslubida mashq qilishni istaysizmi? Agar aldasang, do'stligimiz bir ham topadi. Shuningdek, ekologik soflikka intilish barchamizning burchimiz. Odamlar meni Eko Elvis deyshadi. Biz doimo elektrni tejash haqida gapiramiz, lekin mabodo elektr o'chib qolsa-chi, unda nima qilamiz, xo'sh? Qiziq, nima qilamiz? Vahimaga tushmang, Daniel. Ochig'i, men bunday vaziyatda nima qilishni juda yaxshi bilaman. Bunga shubham yo'q. Yashash uchun kurashish kerak, axir. To'g'rimi? Cho'ntagingizda doim yondirgich yuradimi deyman? Ha, ba'zida. Shamlar va chiroqlar ekologik zararsiz, lekin chodirlarda yoqilgan o'choqlar va gulxanlar havoni ifloslantirishga xizmat qiladi. Bu esa juda yomon.
Hatto hozir Kaliforniyada qurilayotgan yangi uylarda uy o'choqlari, ya'ni kaminlar qurish taqiqlanyapti. Xo'sh, gulxan yoqmasdan ham tabiat qo'ynida dam olish mumkinmi? Muxbir qizlarimiz shu haqda hikoya qiladi. Bugun biz tabiat bilan yaqinda muloqot qilishga qaror qildik. Shu bois tabiat bag'riga otlanamiz. Ekologik sayohat. Lekin biz Los-Anjelesda yashaymiz. Tabiat qo'ynida qanday dam olishni bilmaymiz. Shu bois juda qattiq qo'rqyapman, cho'chiyapman. Biroq bizning do'stimiz bor. Saraning eng yaqin do'sti. Ismi De Faustino. U bizga tabiat qo'ynida ekologik sof tarzda dam olishni ko'rsatadi. O'zining hovlisida. Faqat uning uyiga borishimiz kerak. Demak, Hollywood adirligiga ko'tarilyapmiz. Balandlikda ekan. O, bu Richard Simmons-ku. Nafas rostlash mumkinmi? Sara, o'zi nima qilyapsiz? Axir shunga kelishgandik-ku. Nega poshnasi baland poyafzal kiyib oldingiz? Axir maxsus oyoq kiyimda bo'lishingiz kerak edi-ku. Siz ayollar. Tanib bo'la qolinglar. Xo'p, hozir. Yo'lga otlanamiz. Bular barcha zarur narsalar. Tayyormisiz? Ha. Mana bunisini olaman. Ketdik. Yaxshi. Menga mana shu joy ma'qulroq, chunki bizga soya kerak. Bu daraxt soya tashlab turibdi. Ko'ryapsizmi? Maxsus avtobus kerak emasmi? Sayohat avtobusi. Pomeraniyaliklar. Mashhur qo'shnilar, teleyulduzlar. Ha. Vertolyot keluvchi paparazzi. Demak, shu yerda chodir tikamiz. Ikkinchi saboq shuki, xonimlar chodir tikishni o'rganamiz. Bu nima? Bu asosiy tayoq, bosh tayoq. Bunisiga nima deysiz? Boshlanish chakki emas. Tayog'ingni tashla. Ekologik toza kempingning birinchi sharti maxsus moslangan avtobusdan voz kechish. Chunki u benzin talab qiladi. Benzin yonganda havoga zaharli gaz chiqadi. Xo'sh, qorningiz ochdimi? Ha, Ishtahalar karnay? albatta. Unda orqamdan yuringlar. Xo'p, Men quyosh pechini tayyorladim. Bu oddiy qog'oz qutidan yasalgan. Shuningdek, tayoq va zar qog'oz kifoya. Havoga tutun chiqmaydi. Mahsulotni mana bu joyga qora plyonka ustiga qo'yasiz. Uning yuzasini esa qayta ishlanuvchi yelim qog'oz bilan yaxshilab yopasiz. tushunarli. Shu tariqa olovsiz ovqat pishirishga muvaffaq bo'lamiz. Ajoyib. Ish qilib o'xsharmikin? O'xshasa kerak. Buni o'zim o'ylab topdim, atrof muhit muhofazasi uchun. Bo'lmasa ishga kirishamiz. Omad tilayman. Men esa hozir qaytaman. Demak, mana bunday qilamiz. Yaxshi. Sara va Shelley. Endi tayoqchani o'rnatsak bo'ldi. Xo'sh, mana. Tamom, zo'r. Tugatdik. Qoyil. Rahmat. Unchalik qiyin emasmi? Yo'q. Endi esa cho'milib olsak bo'ladimi? cho'milmoqchimisiz? Ha. Odatda men ochiq havoda cho'milaman. Atrof muhitga ziyon yetkazmaslik niyatida shunday qilaman. Bu menga xos. Bunga amal qilish kerak. Nima dedi? Ochiq joyda cho'milasizlar deyaptimi? Shunaqa shekilli. Suv juda sovuq. Jo'mragi qayerda? Jo'mragi mana bu, kichkina teshikcha. Murvatini burasangiz muzdek sovuq suv oqadi. Tabiat qo'ynida dam olganda quyosh nurida isigan suvda cho'milish naqadar zavqli. Buni hech qachon unutmaslik lozim. Va energiya ham tejaladi. Yaxshi, demak bu mana shu elektrni tejayapmiz. Axir cho'milishni boshladik. Agar kiyimlarim qo'l bo'lsa, do'stligimiz barham topadi. Xo'sh, cho'milishni boshlaysizmi? Vaqtni boy bermang. Dave, bizga nimalarni maslahat berasiz? Birinchidan, tabiat qo'yniga chiqayotganda baland poshnali poyafzal hech qachon kiymang. Shuningdek, o't yoqib ovqat pishirmaymiz. Ha, quyosh nurida pishirasiz. Qo'lbola pechda. Xuddi shunday. Juda mazali chiqibdi. Chakki emas. Biz shuningdek suvdan cho'chiydigan o'rtoq bilan birga cho'milmaslik kerakligini o'rganib oldik. Bu hali sizga az qotadi, xonimlar. Ha. Sizga yana bir saboqni aytishni unutibman. Xo'sh. Buni bolaligingizda ota-onangiz ham qulog'ingizga quygan. Joyingizni tozalab keting. O'zingiz olib kelgan narsalar, turli axlatlar, hech qanday chiqindi qolmasligi kerak. Barchasini yig'ishtiring. Demak, hammasini tozalashimiz lozim. Ha, bu juda zarur. Bir kishi bilan uchrashuvim bor. Yana qo'ng'iroq ham qilishim kerak. Uzr.
Tozalash o'zimizga qoldi shekilli. Shoshilmasdan tozalang. Axir hordiq chiqardingiz, to'g'rimi? Rahmat, Dave. Rahmat. Salomat bo'ling. Amerika Qo'shma Shtatlarida 8 million dona dam olishga mo'ljallangan maxsus avtobuslar bor. Ular har bir kilometrga ancha-muncha yonilg'i yoqadi. Ko'rsatuvimiz davomida dengiz suvsarlari qirolining taomi yovvoyi suv o'tlarini terishga ketdik. Keyinroq sohil bo'yidagi mulkni qanday tekin qo'lga kiritish mumkin? Bu dengiz va daryolar 3 metrlik chiziqdan toshib oqadi degani. Biz qo'lga tushdik. Ovqatlanmoqchi edik. Bu men yoqtirgan fursat. Yashil zaminda mazali sardina baliqlari. Hidini sezyapsizmi? Albatta, juda ham ishtahamni qitiqlab yubordi. Rostdanmi? Ayniqsa sardina qaylasining ichida turgani uchun. Tabiiyki, bu baliq go'shtida gamburgerga nisbatan ko'proq quvvat bor. Qolaversa, buqani semirtirishdan ko'ra baliq urchitish atrof muhit uchun ziyonsizroq. Chunonchi sardinalarni urchitish muammo emas, chunki ular bir yilda bir necha marta o'ldirib ochadi. Bundan chiqdi, ularning soni kamayib ketmaydi. Masalan, chili olabug'asiga o'xshab. Hozir yemoqchimisiz? Ha, Rostdanmi? albatta. Shoshmang. Siz rostdan yemaysizmi? Ha, rost. Ishtaham ochildi. Hidi o'tkir ekan. Faqat xafa bo'lmang. Daniel sardina balig'ini yeb ekologiyani qutqarayotgan bir paytda yana bir mazaxo'rak Gregory Shefer ummon o'tidan taom tayyorlash sirlarini o'rganmoqda. Tomosha qilamiz. Salom, men Gregory Shefer, 10 yildan beri pazandalik va uni targ'ib qilish bilan shug'ullanib kelaman. Men Indi Wild, Amerika pazandalik institutining bosh yo'riqchisiman. Barqaror oshpazlik bilan shug'ullanaman. Bugun Gregory Shefer bilan ekologik pazandalik bo'yicha bellashaman. Bugun biz Mendocinoda suv o'tlarini yig'amiz. Salom. Tanishganimdan mamnunman, Barbara. Salom, men ham. Minnatdorman. Sizlarni ona ummonning yovvoyi suv o'tlari bog'iga taklif qilaman. Xo'sh, tayyormisiz? Tayyorman. Juda soz. Suv o'tlari dengizda o'sadi. Birgina shu sohilda 500 xil turi bor. Ular o'simlik ham, jonivor ham emas. Lekin ularni yesa bo'ladi. Albatta. Yovvoyi suv o'tlarini terishga ketdik. Ketdik, bir ko'raylikchi. Olg'a. Bu raqs tushayotgan kombu bog'i. Buni ummon rukolasi deyish mumkin. Ajoyib. Yumshoq ta'm. Men ishlashga tayyorman. Kombu terishni boshladik. Biz yovvoyi suv o'tlarini kesib olamiz. Shunda bu o'tlar boshqa turdoshlariga xalaqit bermaydi. Hozir kesishni ko'rsataman. Mana bunday qilib kesamiz. Faqat pastroqdan kesamiz. Mana bunday qilib, Shundan so'ng buni quritish kerak. Qurigandan keyin asl shirin ta'mi chiqadi. Ochig'i o'zim ham ushbu chiroyli jigarrang yaltiroq o'tni quritib ko'rmoqchiman. Keyin oshxonada pishiraman. Juda soz yelim xaltaga solamiz. Ajoyib. Ma'qul. Endi buni quritishimiz kerak. Bu kombu o'tlari. 29 yoshda bo'lganimda boshqa gap edi. Buni ushlang. Xaltadagi o'tlarni bu yerga to'king. Marhamat. Albatta, bu masalliqdan eng shifobaxsh turli ma'danlar, ayniqsa yodga boy taom tayyorlanadi. Bu sayyoramizdagi eng sog'lom ovqat. Buni hoziroq pishiramizmi yoki qurishini kutamizmi? Faqat quritilgan holda pishiramiz. Sababi bu o't juda tez chiriydi. Shuning uchun avvalo imkon qadar tezroq quritib olishimiz kerak bo'ladi. Quritish uchun qancha vaqt kerak? Quyoshli bir kunda quriydi. Demak, bugun juda qulay kun. Ha, kechgacha to'liq qurib bo'ladi. Gregory, mana buni tatib ko'rasizmi? Qarang, ta'mi mazali. Bir qarashda juda ajoyib, ammo ikkinchi tomondan o'ta shilimshiq. Yaponiyaliklar har kuni suv o'tlarini yeydi. Busiz ovqatlanmaydi, lekin hozir sizga u yoqimsiz bo'lib tuyulayotgan bo'lish mumkin. Biroq suv o'tining sog'liq uchun foydali jihatlarini ham unutmaslik kerak. Juda soz do'stim. Xo'sh, aytingchi, endi siz bilan bellashuvga kirishamizmi? Albatta, oshxonaga ketdik.
Ketdik. Suv o'tini sirini ochamiz. Oshxonada 30 daqiqa davomida kombu o'tlarini pishiramiz. Tayyormisiz? Siz bilan pazandalik bo'yicha bellashaman. Juda soz. Qani ketdik. Faqat o'zlaringizga bo'lgan ishonchni susaytirmang. Mana bularni bir qarang. Dengiz o'tlaridan boshqa hammasi oddiy masalliqlar. Shunday ekan, asabiylashmang. Men asabiylashyapman. Hammasi joyida. Menimcha biz mazali taom tayyorlaymiz. Biz yarim soatda qaytib kelamiz. Shunda g'olib aniqlanadi. Yarim soat. Boshladik. Juda soz. Dastavval suv o'tlarini qaynatib olaman. Chunki pasta tayyorlamoqchiman. Buning uchun dengiz o'tidan foydalanaman. Ularni mayda uzunlikda kesib olaman hamda yaponcha qayli tayyorlayman. Menimcha ularga yoqadi. Chakka emas. Siz nima tayyorlayapsiz? Butan qizil guruchi aralash soyaga botirilgan jo'ja. Bu juda ajoyib ta'mga ega bo'lgan qizil guruch sanaladi. Ana shunday. Bu miso sho'rvasi. Unga tofu qo'shiladi. Faqat tofuning suvini siqib chiqarish kerak. Shunda mazali chiqadi. Ma'qul. Bir tatib ko'raylikchi. Qoyil. Yo'q, hali tayyor bo'lmabdi. Hozir. Ha, yana biroz bor. Aytingchi, kombuni o'z taomingizga qanday qo'shmoqchisiz? Guruch tayyor bo'lgach, unga aralashtiraman. Vegetariancha taom deng. Ha, shunday desa bo'ladi. Qoyil. Ko'rinib turibdi. Tezroq pisha qol. Ha, deyarli tayyor bo'ldi. Xo'sh, yigitlar, ovqat hidi dimog'imizni qitiqlayapti. Haqiqiy dengiz ta'mi. Buni qarang. 5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Hammasi joyidami? Sal vaqt tig'izroq. Biz kutamiz. Juda soz, hozir ovqatlanasizlar. Qariyb tayyor. Tashqarisi yaltirab chiqyapti, qoyil. Tofuyim qayerda? Pechning ustida. Tofu tovada. Hammasi tayyor. Jon, Barbara, sizlarga soya va kombuga bo'ktirilgan tovuq sonini butan qizil guruchi bilan birgalikda taqdim qilaman. Marhamat. Men esa miso sho'rvasi va zanjabil qo'shilgan dengiz o'ti pastasini tayyorladim. Qoyil, bu haqiqiy biz kutgan taom bo'pti. Toqatim yetmayapti. Kombuni pasta o'rnida ishlatilganini birinchi ko'rishim. Bu yigitlarning jur'atiga tan berishimiz kerak. Xo'sh, nima deysan? Kombuning asl ta'mi namoyon bo'libdi. Ayni paytda qizil guruch va tovuq soni ham omuqda chiqqan. Juda yaxshi. Ikkala taom ham mazali. Lekin g'olibni uzil-kesil tanlash shart bo'lsa, u Indi. Hayratomuz. Tan olaman. Minnatdorman. Ammo men fikringizga qo'shilmayman. Chunki yapon pastasini yoqtiraman. Xafa bo'lmang. Zarracha, siz shunga loyiqsiz. Ko'rsatuvimiz davomida ekologiya qiroliga aylangan inson. Barchamiz atrof-muhit sofligi uchun kurashaylik, xonimlar va janoblar. Shuningdek, o'ziga xos marafon haqida. Gap tezlikda emas, balki kam yonilg'i sarflab uzoq masofani bosish haqida. Daniel, agar ekologik tozalik haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bu mavzudagi jurnallar juda ham ko'p. Ha. Internetda ham ma'lumotlar ko'p, qolaversa odamlarni ilhomlantiruvchi son sanoqsiz axborotlar mavjud. Faqat ularni erinmasdan qidirib, o'qib chiqish kerak xolos. Hamma gap mana shunda. Ammo ularning ichida eng ilhombaxsh va samaralisi ham bor. Ha. O'tgan yili Amerikada jamoat transporti yo'lovchilarining soni 2% ga oshgan. Benzin narxi esa ko'tarilgan. To'g'rimi, Sujin? Ha, ba'zi insonlar borki, ularning ekologik muhofazasi bo'yicha sa'y-harakatlari chegara bilmaydi. Ular o'zlarini shu sohaga bag'ishlagan. Shunday insonlardan biri esa Kanzas shahrida yashaydi. Lavhani birgalikda tomosha qilamiz.
Mening ismim Matt Rix, ko'pchilik ekologik Elvis deb ataydi. Barchamiz atrof muhit sofligi uchun kurashaylik, xonimlar va janoblar. Menga Elvis Presleyning musiqasi yoqadi, lekin o'zimni uning taqlidchisi deb tasavvur qilmayman. Oilaliman. Rafiqamning ismi Anna. Qizlarim Katerina 4, Eleonora esa 2 yoshda. Uyimizda imkon qadar ekologik soflikka intilamiz. Barcha idishlarni qayta ishlashga harakat qilamiz. Ovqat chiqindilarini hovlimizda chirindiga aylantiramiz. Shuningdek, elektr asboblarini tokdan uzib qo'yish orqali energiyani tejaymiz. Uyimizda shunday yo'l tutamiz. Odatda ertalab soat 8 da avtobusda ishga jo'layman. Chunki avtomobil atrof muhitni ifloslantiradi. Ishim 8 dan 5 gacha. Qattiq chiqindilar bo'limida ularni qayta ishlash bilan shug'ullanaman. Sizda qanday zaharli chiqindilar bor? Bo'yoqlarmi yoki avtomobil moylari? Shuningdek, qayta ishlash bo'yicha targ'ibot olib boraman. Shu bois hayotim to'liq chiqindilarni bartaraf qilish bilan bog'liq. Lekin odamlar meni ekologik Elvis deb ataydi. Xo'sh, kimlar global isish haqida eshitgan? Yaxshi, bundan xursandman. Ekologik Elvis harakati bundan 10-11 yil oldin Kansas Cityda Elvis Presley o'lgan kundan so'ng boshlandi. Ungacha bunday harakat yo'q edi. O'sha kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Men uning qiyofasida ko'chaga chiqdim. Shunda hamkasblarimdan biri odamlarning e'tiborini chiqindilarga shu yo'l bilan jalb qilamiz deb taklif bildirdi. Xonimlar va janoblar, endi chiqindi mehmonxonasiga sayohat qilamiz. Matt uyga kelib, endi ekologik Elvisni gavdalantiraman deganda juda xursand bo'ldik, chunki u ekologik tozalik naqadar zarurligini yaxshi biladi. Shu bois odamlar e'tiborini shu muammoga qaratmoqda. Hozir global isish sayyoramizga jiddiy xavf tug'dirmoqda. To'g'rimi do'stlar? Lekin qanchamiz uning oldini olishni bilamiz? Ekologik Elvisning vazifasi odamlarni atrof muhitni muhofaza qilishga chaqirish, ularni shu yo'lda harakatga undashdan iborat. Shunday ekan, bugungi kunda bunday tashabbuslarga ehtiyoj katta va ular yaxshi samara beradi deb o'ylayman. Xo'sh, nimalarni qayta ishlashga topshirasiz? Qalin qog'ozni. Qalin qog'ozni? Yana nimani? Idishlarni. Yanachi? Mobil telefon? Qoyil. Hech qachon charchamang. Endi navbat shu haqdagi qo'shiqqa. Birgalikda kuylaymiz. Bugunga yetadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Atrof muhit muhofazasidan charchamang. Hammaga rahmat. Menga ekologik Elvisning qo'shiqlari yoqdi. U baland ovozda kuylaydi. Chiqindilar mehmonxonasi. Qayta ishlayman, foydalanaman. Qayta ishlayman, qayta foydalanaman. Juda qiziqarli. Ulardan birga kuylashni so'raganimda shu qadar baland ovozda kuylashdiki, hatto shiftdagi chiroq ham sinib tushdi. Axir chiroqlar ham sayyoramiz uchun zararli. Diqqat qiling. 86% amerikaliklar har kuni ekologik tozalikka hissa qo'shadi. Ko'rsatuvimiz davomida rassom bizga iqlim o'zgarishi manzarasini ko'rsatadi. U o'z chizmasi orqali odamlarda iqlim o'zgarishi to'g'risida tasavvur uyg'otadi. Shuningdek, uy vazifalarini bajarayotgan bolalar to'g'risida. Biz bu yilni yonilg'i tejamkorligi bilan yakunladik. Hozirgi iqlim o'zgarishi haqida juda ko'p gapiramiz, lekin u biz va oilamiz, qolaversa yashayotgan joyimizga kelgusi bir necha 10 yillikda qanchalik ta'sir ko'rsatadi. Uning katta ta'sirlaridan biri dovul surilishi deb ataladi. Ya'ni suvning quruqlikka qarab ko'tarilishi. Masalan, yirik to'fon tufayli Nyu-Yorkda suv sathi 3 metrgacha balandlikka ko'tariladi. Ilgari bunday yirik dovullar aytaylik bir asrda bir marta bo'lardi. Ammo endi ular tez-tez takrorlanyapti. 2050-yilda esa to'fonlar har 20 yilda qaytarila boshlaydi. Agar bunga dengiz sathi ko'tarilishini ham qo'shsak, sohil bo'yidagi shaharlarni muntazam suv bosayotganini ko'ramiz. Nyu-Yorklik bir rassom bu haqda o'ziga xos tarzda bong uryapti.
Rassom Ev Mosher global isishning mohiyatini tushungach, yuqori suv sathi loyihasini boshlab yubordi. Bu suv ostida qoladi, bunisi esa quruq bo'ladi. Yo'lning o'rtasidagi chiziqni nazarda tutyapman. Yuqori suv chizig'i agar dengiz sathi 3 metrga ko'tarilsa, Bruklin va Manhattan suv tagida qolishini ko'rsatadi. Bu loyihadan maqsad odamlarga iqlim o'zgarishining yaqqol manzarasini ko'rsatishdir. Nyu-York shahri suv bilan o'ralgan. Tabiiyki, iqlim o'zgarishi eng avvalo dengiz sathi va dovullarning ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerak. Men nafaqat oddiy arxeolog, balki Nyu-Yorklik sifatida ona shahrimning suv ostida qolishini umuman istamayman. Biz 87-ko'chadamiz va mana bu uydan mana bu uygacha bo'lgan oraliqni belgilaymiz. Albatta, yo'ldagi chiziqlarga biroz rassomona yondashilgan, lekin ular haqiqiy vaziyatni ifodalaydi. Qolaversa, biz shahar issiqlik oroli deb ataluvchi ta'sirni sezyapmiz. Sababi Nyu-Yorkda binolar haddan ziyod ko'p. Shu bois shahar tashqarisiga nisbatan ichkarisi o'rtacha 7 daraja issiqroq. Bu sezilarli darajada. Nima qilayotganingizni yaxshi bilaman. To'g'ri, lekin bularning bittasini oling. Siz buni yaxshi bilasiz. Men doim tashqarida ishlayman, qariyb 20 yildan buyon. Tushuning. Ev loyihasining o'ziga xos jihatlaridan biri uning ko'zga tashlanishida. U odamlarga ta'sir ko'rsatadi, chunki u ko'chalarga chizayotgan chiziqlarni hamma ko'radi. Demak, odamlar iqlim o'zgarishini tasavvur qiladi. Ev ko'pchilikni shunga chaqiryapti. U chiziqlarni chizayotganda odamlar uning oldiga kelib, buning sababini so'rashadi. Ev esa ularga vaziyatni tushuntiradi. Bu dengiz va daryolarning suvi shahar ichkarisida 3 metrgacha balandlikka ko'tariladi degani. Hozir iqlim o'zgarishi juda tezlashib boryapti. Bizga xavf solyapti. Bundan butun insoniyatga tahdid tug'iladi. Odamlarning hayoti xavf ostida qoladi. Dengiz suvi sathining 3 metrga ko'tarilishi shundan dalolat beradi. Siz buni do'stlaringiz va oila a'zolaringizga tushuntirishingiz kerak. Sababi yana 2-3 yildan so'ng bu chiziqning o'rni keskin o'zgaradi. Buni oldini olishimiz kerak. Bu ajoyib g'oya. Ba'zan oddiy sa'y-harakatning natijasi juda samarali bo'ladi. Beysbol maydoniga qanday qilib to'g'ri chiziqlar chizib chiqilgan ekan? Agar hozirdan harakat qilsak, buning oldini olishimiz mumkin. Har birimiz uyimizda ko'p narsalarni qayta ishlash va ulardan qayta foydalanish orqali ekologik tozalikka hissa qo'sha olamiz. Mahalliy mahsulotlarni sotib olaylik. Shu orqali dehqonlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Agar poyga avtomobillari ekologik zararsiz bo'lsa, hamma ishda shunga erishish mumkin. Kim bilsin, bir kun kelib mutlaqo tutunsiz sayyorada yashashni boshlarmiz. Ekologik toza sayyorada deng, Daniel. Ha, xuddi shunday demoqchiman, ammo hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling. Yana ko'rishguncha, xayr. Film Dunyo bo'ylab telekanalda o'zbek tiliga o'girildi.